Assalomu alaykum. Mening ismim Farzod. Men Samarqanddaman. Toshkentga kelib Universe Group bilan dokument qilib, hozirda Londonning qoq markazida bo'lgan Northumbria universitetiga magistraturaga kirdim. Yo'nalishim Business Analytics. Men imенно Angliya tanlaganim sababi, Angliya hozirda Kanada, Avstraliya yoki Amerikani hech ham joyi yo'q. Ta'lim bo'yicha juda ham katta baholanyapti va aynan Universe Group imенно Angliyaga yuborish bo'yicha viza berish foizi juda ham yuqori. Men eshitgan har bir student hammasi olgan va Northumbria top 400 ga kiradi va imенно biznes yo'nalish bo'yicha juda ham urg'u berilgan. Shuning uchun men ham Angliyaga qaror qildim. Back office'dagi xodimlarga, ya'ni Rustam aka, Ibrohim akalarga kattakon rahmat demoqchiman. Ular meni motivatsion letterim, CV, personal statement dokumentlarimga va universitetimdan kerakli bo'lgan hamma dokumentlarga onlayn turib hammasiga yordam berganlari uchun kattakon rahmat. Endi boshlayotgan studentlarga maslahatim, birinchi muhimi qo'rqmaslik, kelib konsultatsiya o'tib, kimda ingliz tilisi kuchli bo'lmasa ham bo'lgan vaziyatlar Universe Group 0 dan boshlab shu top levelgacha, kerakli darajagacha chiqargan, hamda IELTS sertifikatlaringiz bo'lmasa ham bu yerda ichki imtihonlar bilan o'tkazib berishadi. Sizlarga vizadan olib berishadi. Hamda meni o'zimni shaxsiy tavsiyatim, muhimi kelib boshlash va o'zingiz bilmaysiz qanday qilib qo'lingizda viza bo'lib uchib borishingiz. Hammaga omad va Buyuk Britaniyada ko'rishamiz.